Assalomu alaykum, hurmatli rishtonliklar, hurmatli Rishton obzorini kuzatuvchilari. Hurmatli rishtonliklar, Xudo xohlasa biz bitta projekt boshlayapmiz. O'zimizni Rishtonimizni tarixini YouTube ga kattaroq formatda olmoqchimiz, hurmatli obunachilar. Sizlarni poddeshga qilib tursalaring. Bugungi manzilimiz birinchi tarixni o'rganishimiz. Rishtondagi o'sha mashhur g'orga kelganmiz. Shu g'orda asosiy masalan ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz domlamizdan. Hozir Xudo xohlasa domlamiz bilan juda chiroyli obzorlar bo'ladi. Like, komment bosib YouTube kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Har kunlik Rishtonni tarixini sizlar uchun o'rganib, mahallalarga boramiz. Rishtonda qayerda shunaqaligi nimasi bo'ladi? Tarixiy joylar bo'lsa, sizlar uchun o'rganib, chiroyli kontentlar qilib, Rishtonga manfaatli xizmat qilish maqsadimiz. Bandeshga qilib olasizlar. Bir Rishtondan ham chiqsin. Hurmatli obunachilar, hurmatli rishtonliklar, hurmatli o'zbekistonliklar, Xo'ja Ilg'or ziyoratgohidagi g'orni ma'lumotlarini Hoji dadamdan Xudo xolasa sizlar uchun chiroylilarini olib beramiz. Mana bu yerda Rishtonda qadimiy ziyoratgoh Xo'ja Ilg'or ziyoratgohi bor. Bu Xo'ja Ilg'or ziyoratgohi Muhammad Hanafiya nomi bilan bevosita bog'liq. Bu Muhammad Hanafiya bu kishi Hazrat Alining Hanifa degan ayollardan yuzaga kelgan farzand arjmanlari, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam avlodlaridan. Mana qabrlari mana shu yerda. Mana shu yerda Xo'ja Ilg'orning g'orlari ham bor. Xo'ja Ilg'ar degani so'zning ma'nosiga boradigan bo'lsak, Ilg'ar degani qo'shin degani. Xo'ja degani payg'ambar avlodi degani. Payg'ambar avlodidan bo'lgan qo'shin boshlig'i degani. Payg'ambarimiz avlodidan bo'lgan qo'shin boshlig'ining qabrlari bor bu yerda. Mana bu yerda o'shning g'orlari ham bor. Mana g'or bor bu yerda. G'or paydo bo'lishi, g'or haqida juda ko'p rivoyatlar bor. Rivoyatlarga ko'ra mana shu Xo'ja Ilg'or ziyoratgohining atrofi mana bu g'arbiy tomonida bug'doyzor bo'lgan. Bug'doyzorda bir ot birovni ekinni tepalab yurganligini birov ko'radi. Ko'rib turib qarasa, butun bu pishib yetilayotgan bug'doyni payhon qilgan g'orda haligi otni ko'rib turib, otni quvadi. Ot qochib g'orga kirib ketadi. Keyin g'orga kirib ketgandan keyin haligi odam kiradi. Kirsa ichkarida ot yo'q, bir chol turibdilar. Assalomu alaykum bobo. Ketmon sopi tarashlab turibdilar. Tarashlari tushib turdi pastga. Keyin assalomu alaykum bobo. Va alaykum assalom. Nima gap bu? Ha, bir ot kirib ketdi shu yerga. Ha, u meni otim dedilar. Ha, nima edi desa, shu otingiz sizniki bo'lsa, bu meni bug'doylarim payhon qilib yuboribdi hammasini. Degandan keyin bu kishi o'sha g'orda ichib o'tirgan paytlarida kechmon sopini bunday tarashlab, to'g'lab turganlarida tarashlari tushgan bo'ladi pastga. Keyin shularni olib aytdilarki, mana o'shani haqqiga bo'lmasa, etagini tutgin dedilar. Keyin u odam etagini tutadi, etagini olib turib, to'nining etagiga olib keyin chiqib ketadi. Ketayotib turgan paytda yo'lda yarmiga borgandan keyin mana shu ancha joyga borgandan keyin bir ariq keladi. Shu ariqni ustiga borib, "Men buni nima qilaman?" deb tashab yuboradi. Tashab yuborgandan keyin jiringlagan tovushlar chiqadi. Bunday qarasa, suvga yarlagan kirib ketyapti, oltin kirib ketyapti suvdan. Shunda bittasi ilm qolgan bo'ladi yonida. Qolgani suvga tushib ketgan bo'ladi. Keyin haligi odam yechinib kirib qidiradi, yo'q endi bu narsa. Odamlar kelishadi, nima bo'ldi? Shuna voqea bo'ldi deb voqeani gapirib bergandan keyin boshqa topshirilmaydi. O'sha oltinlarni shu ariqni nomi Jo'yzar bo'lgan. Tojikcha so'z Jo'yzar degani, jo'y degani ariq degani, zar degani oltin degani. Shuning uchun ham hozir o'sha ariq ham xarobalari bor, o'sha ariqning xarobalari hozir ham o'sha mahallaning nomi ham yaqinda o'sha mahallaning o'sha ariq o'sha yerda o'tganligi uchun mahallaning ham nomi Zarariq. O'sha Jo'yzar deyiladi. Jo'yzar keyinchalik Zarariq mahallasi qo'yilgan. O'sha Jo'yzar Zarariq mahallasi deyiladi. O'sha mahallada shu voqea paydo bo'lgan, hosil bo'lgan. Bu ham bir o'tmishda bo'lgan voqealar. Endi bu g'orning ichini bir ziyoratga kelganlar kirsa, g'or nimani eslatadi degan savol tug'iladi. G'or ichiga kirib o'tirsangiz, bu qabrdan nishoni. Insonning oxirgi makoni qabr bo'lsa, mana shu g'orning ichi xuddi qabr shaklida qurilgan. Chunki bunga kirib o'tirgan odam Alloh taologa gunohlariga tavba tazarru qiladi. Allohdan tavba tazarru qilib,
keyin boshqa shu gunohlarni qilmayman deb shu yerdan o'ziga va'da berib, Allohga va'da berib, shu yerdan chiqsa, poklanib, yana boshqa hayotda alohida bir odam bo'lishi mumkin. Chunki odam qabrga tushgandan keyin uni gunohlarini so'roq qilgandan keyin u so'roqlar qaytadan gunohlardan qayta olmaydi. Qabrda abadiy qolib ketadi. Endi bu shunday qabrki, odam kirib yana qaytib chiqadigan qabr. O'shaning uchun bunga kirgandan keyin agar inson Alloh taologa iltijo qilib, chin ko'ngildan so'rab, duolarni qilib, 2 rakat namoz o'qib, o'zini poklab olsa, mana bu yerdan qaytib dunyoga qaytib chiqadi. Qaytib chiqqandan keyin mana men dunyoni qabrda ko'rib keldim. Qabrda o'zimning gunohlariga pushaymon bo'ldim. Bundan keyingi hayotimda gunoh qilmaslikka, savob ishlarni davom ettirishga, qabrning ichi nima ekanligini ko'zimdan ko'rib chiqdim, uning ichini, uning qorong'uligini, uning ichini hammasini ko'zimdan ko'rib chiqib, go'yoki men qabrning ichida bir savol javobga tutilgan odamdek bo'ldim deb o'zini isloh qilishi uchun mana shuning Xo'jaylg'or g'orining nihoyatda bir ahamiyati inson uchun katta. Chunki inson bu yerdan chiqqanda ruhan tetik bo'lib o'zini, bundan keyingi o'zini ishlarida mana shu o'zida hayotida halollik, poklik, muruvvat, odamlarga yordam qilish, odamlarni qalbini sindirmaslik, odamlarga muomala qilishda muomala madaniyatini yana ham yuksakroq ko'tarish, demak, hayotga qaytganimdan keyin men mana shunday qilardim degan maqsadda qaytib qiladigan niyatlarni amalga oshiradigan joy. Chunki insoniyat qachon qabrga tushsa, unga savol javob bo'ladigan qabrdan qaytib chiqmaydi endi. Lekin bu yer shunday qabrki, uning ichidan inson qaytib chiqadigan dunyoga, dunyoni endi boshqacha ko'z bilan qaraydigan joy bo'lganligi uchun men juda ko'p ziyoratchilar keladilar, kirib g'orning ichiga o'tirib, duolarni o'qib, namozlarni o'qib, ibodatlarni qilib, iltijolarni qilib, gunohlariga Allohdan kafora so'rab, Allohdan gunohlarini kechirishligini so'rab, Xudovondo o'zlarini poklab chiqib, yengil bo'lib ketgan odamlar juda ko'p ko'rdik bu yerda. O'shaning uchun mana shunday ulug'lardan qolgan katta bir meros bu. Ulug'larni katta joyi. Buning ichida qancha ulug'lar kirib bu yerda Qur'on tilovatlari qilgan, qanchadan qorilar bu yerda o'tirgan, qanchadan qorilar qori bo'lib mana shu yerda tilovatlar qilib chiqqan joy bu g'or. Shuning uchun uni tabarruk joy. Mana shunday tabarruk joylar yurtimizda juda ko'p. Mana hozirgi paytda mustaqilligimiz tufayli mana shunday ulug' joylarimizga, tabarruk joylarimizga, ixlosmand odamlarga kelishlariga, ziyorat qilishlariga katta imkoniyat yaratilganligi mana shu bizning yurtimizda inson ozod yashashini, ozodligining katta bir namunasini ko'rishimiz mumkin. Rahmat domlajon, endi shu bitta YouTube'larga videolar qilyapmiz. Shu Rishtonni tarixini shu YouTube kanallarga qo'yib bormoqchimiz, Rishtonliklar haqida, Rishtonni shu mahallalari, yana Rishton tarixiy joylar ko'p domlajon. O'shalarni qo'yib bormoqchimiz. Endi o'sha birinchi video Xudo xolasa shu yerda qo'ymoqchimiz. Bitta duo qilib bersangiz, domlajon. Amin, Xudovondo. Mana boshlagan xayrli ishlaringga Alloh taolo mu'in madadkor bo'lsin. Mana shunday yurtimiz tinch bo'lsin, yurtimiz farovonligi bundan ham ziyoda bo'lsin. Qanchadan qancha tarixlarimiz o'chirilib ketdi. Chunki ular tariximizni qo'llashga, tarixni ko'tarishga imkoniyat yo'q edi. Mana endi shunday imkoniyatni Alloh taolo biz bilan sizga nasib qildi. Tariximizni yana ham xalqimizga yaxshi yetkazib, o'tmishdagi mashaqqatlarni, o'tmishdagi hayotni albatta xalqimizga yetkazishimiz kerak. Bugungi farovon, baxtli hayotni, bugun farovonlikni, tinchlik, amonlikka erishganligimizni buni e'tirof qilishimiz kerak. Bu yoshlarimiz bundan hammasi boxabar bo'lish kerak. Chunki bugungi mana shunday farovon, to'kin hayot o'zicha kelgani yo'q. Buni orqasida juda katta mashaqqatlarni ota-bobolarimiz boshidan kechirgan. Mana endi biz mana shunday kunga yetibmiz. Alloh taolo bu kunimizni boshimizdan judo qilmasin. Mana shu farovonlik doim barqaror bo'lsin. Xudovondo hammamizning xonadonlarimizda tinchlik, amonlik bo'lsin. Hammamizning farzandlarimiz olimi zabardast bo'lsin. Xudovondo yurtimizda tinchlik, amonlikni barqaror qilib boshqarib turgan muhtaram prezidentimizdan boshlab butun yurtimizga xizmatchilari hammalari tan joyli salomat bo'lsin. Xudovondo tinchlik, amonlik yurtimizda abadiy barqaror bo'lsin. Rahmat domla. Ana